Ahadjon 9 yoshda. Shu yoshida ro'zg'orni kamchiliklarini to'ldirish zimmasiga tushgan. Ertaman 7 da uyg'onaman. Mana 8 ga yaqin choyimni ichib, joyimni yig'ishtirib chiqib ketaman bozorga. Qatga? Mana shu o'zimizni kombinat bozoriga chiqib ketib, aravacha yetalab pul topib kelaman. Marg'ilon shahridagi bozorda faoliyat ko'rsatadi. Kuniga 20 ming so'mga aravani ijaraga oladi. 50-60 ming so'm pul topadi. Buvisi va 2 nafar ukasini oziqlantirish uchun harakatda. Har kuni buvam yolg'iz ukalarim bilan o'tirishadi. Men bozorga chiqib ishlab kelaman. Aslida Ahadjon ham boshqa bolalar kabi to'yib o'ynashga haqli. Men bilan ish qilyapman. O'zim ham uyda o'tirib, hozir meni o'ynab davrimni suraytirgan vaqtim-ku deb o'ylanaman. Bozorga chiqqan vaqti ko'pchilik uning faoliyatiga qarshilik ham qiladi. Ayrimlar unga ishonmaydi ham. Shu uyimga yordam bo'lsin deb qilyapman mana. Bo'lmasa umuman chiqmasdim deb aytaman. Ahadjon nega arava tortib ro'zg'orni kamchiliklarini to'ldirishga majbur? Shu savol o'tdi ko'nglimizdan. U yashayotgan xonadonga bordik. Bu qadamxona ayasi va uning buvisi imkoniyati cheklangan. Ahadjon va uning 2 nafar ukalariga g'amxo'rlik qilyapti. Yashashga uylari yo'q. Qolaversa, bolalari kasallanganda bir ayoldan qarz olganlar. Shu pullarni uzish uchun bolalarning onasi xorijga ishlash uchun ketgan. Nima uchun qarz olgandilaring? Mana shu go'daylar kasal bo'lib qoldi. O'limdan olib qoldim. O'zim kasal bo'lib qoldim. O'zim kasal bo'lib, men ko'p kasal bo'ldim. Yiqilib tushdim mana miyada mana shunday gumburlab. Hatto davolana olmadim. Ahadjonning onasi xorijda faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa-da, uning otasi neki farzandlarini qarovini mas'uliyatiga olmagan. $600 pul bilan 650 ming pulni o'g'irlab Rossiyaga qochib ketdi. Erimi? Eri, qizimni turmush o'rtog'i. Marg'ilon shahrida Muqaddamxon aya va uning qizi 3 nafar nabirasi ko'chada qolganini ko'rgan inson vaqtincha bitmagan uyga yashab turishga ruxsat bergan. Uyda egasi bir oy o'tiradi xolos. Chiqib ketadi deb aytdi, yo'qdi. Ha, bo'pti, xo'p dedim. Ijara to'lanmay, gazni to'lab yoqib o'tirardim. 15 kundan beri gazim yo'q. Lata ustuvoshlari ishlab o'tirlar yoqib o'tiribman. Odam bolam terardim, shu yerni ichidan terib chiqadi. Hatto bolalarim kiyimini ham yoqib eski tuskilarni yoqib o'tiribman. Ammo Ahadjonning onasi qarz bo'lib qolganligi sabab onasi va bolalariga jo'nata olmayapti. Imkonsiz 9 yoshli bola pul topishga majbur. Birarda 50 ming, birarda 30 ming, birarda 60 ming olib keladi. Ashinimda to'playman. Mahallaga kelsa, kelsa, ash puldan olamiz. Qizingiz pul jo'natmayaptimi? Qizim hali chiqargan yo'q. Qizimni sotib yuboribdi. Anjoli Paxtaboddagi bola. Sanjarbek degan bola. Uysiz bo'lgan oilaga Marg'ilon saxovati jamoasi tashrif buyurdi. Ularning haqiqatlarini tingladilar. Qo'lidan kelgancha oziq-ovqat mahsulotlarini olib keldilar. Bu bolalar o'qish kerak. O'qish kerak. Men uchun uy-joy kerak emas, shu go'daylarim uchun, men uchun bemalol uxlab yotadigan 2 metr joyi bir Allohdan so'rab o'tiribman. O'zimga umr emas, bolalarimga umr so'rab o'tiribman. Tez vaqtda ularni uylik qilishga jamoa va'da berdi. Biz xorijda faoliyat olib borayotgan ayol bilan mobil bog'landik. Asosiy muammoingiz uy edi, to'g'rimi? Ha, uy edi. Shu bolalarimni vatan qilib, onamni davolatib, bolamni ko'rsatib o'tirgan edi. Mana Marg'ilon saxovati bevosita sizga uy berishga tayyor. Uy beradi Marg'ilon saxovati. Yaxshimisiz? Rahmat, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oradan 3 oy o'tdi. Muqaddamxon aya va uning 3 nabirasini mehmonga taklif qildilar. Barchaga sovg'a ulashish chog'i 9 yoshli Ahadjonga uy kaliti topshirildi. Ochaveraylikmi? Onajon! Aya va uning nabiralari uy tomon qadam tashladilar. Bu yerda ular uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Masalan, oshxona jihozlari, bolalar uchun yotoq, gilamlar, idish va hattoki oziq-ovqat mahsulotlari ham. Bolalarim mana xursand bo'ldi, biz ham uyli bo'ldik. Tokiga jovur, uzoqmi, yaqinmi, yaqin qoldimi uyimizga, uyimizmi bizni deb xursand bo'lib gapirishib keldi yo'l qo'ya. Uyni kirib ko'rib chiqdingizmi? Ko'rdim. Qanaqa sharoitlarni gapirib bering? Sharoitlar yaxshi ekan, hamma yo'g'i joyida. Hamma yo'g'i joyida, rahmat. Ahadjon endi bozorda arava tortmaydi. Hadimay onasi ham mamlakatga qaytadi. Ukalari bilan bilim oladilar. Shunga va'da beryapti. O'zimizda ham uyimiz bo'ldi. Chiroyli ekanmi? Chiroyli. Nimalar yoqdi sizga? Sharoitlar yoqdi, oshxonalari, hammomlari. O'zimizning uyimiz bo'lgani yaxshi ekan.
Endi nima deysiz? Rahmat sizlarga, hammalarga. Ayizga telefon qilasizmi? Nima deysiz ayizga? Aya keling bo'ldi, uy oldik, uyimiz bor, o'zimiz ham qayting endi deyman. Endi siz qanaqa inson bo'lishga va'da berasiz? Yaxshi. O'qiysizmi? Marg'ilon saxovati jamoasi o'z va'dasini bajardi. Endi ko'ngil xotirjam. Albatta, mana berilgan va'dani ustidan chiqdik. Biz shundan juda xursandmiz. Ayniqsa bu onani ko'z yoshlariga mana guvoh bo'lib turibmiz. To'g'risi bunaqa xursandchilik shuncha odamlarga uy bergan bo'lsak, bugungizdek men xursand bo'lganim to'g'risi yo'q deb bilaman. Sababi bu onani, bu go'day bolalarni, yosh bolalar norasida. Endi ekrandan ortidan gapirayotgan joylari ham borki, endi onam keladi mana. Onam bilan birga yashaymiz degan narsani gapiryapti. Bu kimlar uchundir oddiy gapdir, lekin aslida bu juda katta gap. Men shunaqa xursandman, mana ular uyli bo'lishda endi o'zlarining shaxsiy uylari bor. Xotirjam maktablarga boradi, onasini bag'rida bo'ladi. Hammasi juda chiroyli holatda mana yakunlandi. Bundan tashqari shu kuni 2 nafar farzandi bilan yaqin xonadonida yashayotgan ayolga ham xuddi shunday xonadon topshirildi. Ularning quvonchini ko'rdik va his qildik. Ahror Ziyodov, Umidjon Rahimov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.